Hammaga assalomu alaykum. Bizlardan keng innovativ satodan ana shu turgan yerim. Shunday turgan yerim. Konkretniy pul topaman degan odamlar uchun bu 100 kvadrat yer kelib ko'chma do'kon savolasma ko'tarib. Yo'g'onsa yana bir ne desak bo'ladi, mashin burishlarga ama короче pul to'ldiratan yer. Место cho'tki yerda 100 kvadrat yo'lning bo'yi shunday kelsa, bu yog'imiz 4 ko'chasi bo'ladi. Seyit market, chap qo'lda Neometan, beyaz bilan Neometan. Her yaklama yo'lning bo'yidan kelib mana eldinden zikeshning üstüne shunda bir ko'prik ishlab olatan bo'lsangiz, eldinden mashina kelib ketaveradi. Do'kon ishlayman desangiz, endi buni sotib o'tirganlar odamlar iyalari o'zi ko'chma do'kon ishlaydigan odamlarda. Ko'chma do'konlarimiz ko'p, buni ham ishlayga vaqtimiz bo'lmayapti deb sotib o'tirar ekan. Yaq sherikchilikka ishlayman degan odamlar bo'lsa, sherikka da ishlayveradi. Masalan, bir do'kon ochaman ya bir shunda bir planim bor desangiz, kelsangiz do'konni bulardan bo'ladi, оборотga aylanda plani sizlardan bo'ladi. Kelishib sherikchilikka ishlasanglar bo'ladi. 50, 50, 70, 30 ming kelishib olaverasiz endi uni. Paske iyasining ham nomerini yozib ketamiz. Bahozan bir o'rtacha normal bahoga qo'yilyapti, 115 million deyotirlar. Endi sal yana qaytilatan kelishata yerlari bor. Kelib ustunda konkretni iyasi bilan gaplashib olaverasizlar buni. Dokumentlarni ham kelgan vaqtingizda o'zlarini ko'rsatib, tanishtirib, yana işte beraveradi. Bemalol yo'lning bo'yi. Bu yoqdan kelsangiz, turk yoqdan kelsangiz, chap qo'lingizda bo'ladi. Ana yoqdan 50 dan chiqsangiz, to'g'ringizda zikeshning bo'yi, shunda ko'proq olamasangiz, cho'tki konkretni yer. Sizlar bilan men ixtiyorim ochaman. Shunday do'kon ochaman. Yo'lning bo'yidan mes kerak deganlarga ibar qo'ying. Razmeri 100 kvadrat.